İşlerini o'rlashtirib bo'lgandan keyin sizlarga telefonda o'qtiramiz. Xo'sh bo'lsin. Baza boshlig'i. Ha? Malat, bir ishingiz bormidi? Kentimizning ayollar mudiri yezilik hukumat yoshlarni ishga berib ishlashga tashkillayotdi degan edi. Singlimni tizimga oldiray deb kelgandim. Singlingiz-chi? Singlim bugun pora berish uchun imtihon bergil ketgan kelanmidi? Malan, singlingiz bu jadvalni darhol to'shqizib bizga topshirib bersin. Bo'ladi. Rahmat baza boshlig'i. Voy, baza boshlig'i, qaynoq suv ichyapsiz-ku. Bizning oilasi oshxonasida dangliq chayimiz bor. Sizga bir istakan choy damlab kiray-a? Malan, bo'ldi, avval bo'lmang. Hey. Bu Malanniz-a. Mama, yaxshimisiz? Kiring. Sizmi jadval og'li kelganmi? Uyingizdan kim tizimlatmoqchi edi? Ha? Voyjon, hanzuch so'zni so'z uqmayman. Uyg'urcha gap qiling. O'zingiz kim bo'lasiz? Siz cho'ng shaharga kelishdan burun kunda oldimda Sherinjon degan naqshni aytib beratdingiz. 6 oy ko'rishmaganga ovozimni unutib ketibsiz-da? Shiringul, necha yil shundoq o'zgarib ketibsiz. Bu qanday kiyinish hamdi? Qanday kiyinyaptiman? Qarang, siz bunday kiyinib men texib biram mo'may kirdimikin debdiman. Ha, yasinilishimni demsiz? Siz vazifalar chiniqishga ketgandan keyin kentimizga nurg'un ayollar mushundoq kiyinib oldi. Shundaqmi? Nimandaq cho'ng ko'zoynak taqib oldingiz? Bu yerdagilar natunish erlarning ko'zida zahar bor, ko'zinglar uchrashib qolsa shayton ichinglarga kirib oldi deydi. Mushundoq issiqda yana maska taqib olganingiz nemisi? Yot erlar yuzimizni ko'sib bo'lmaydi ekan. Ularning ko'zi bek yomonmish. Chiroyli yuzim ko'zdan mahram bo'ladi. Bundoq kiyinib olsangiz arab ayollariga o'xshab qoldi ekansiz. Bizning uzoq tarixga kiyim-kechak madaniyatimiz bor. O'zimizning kiyimlari shundoq yarishimdiq-ku. Ha? Voy, men bularni tushunmayman. Mamatning buvisi ayol kishining yuzini yot erlar ko'sib bo'lmaydi, o'ranglar dedi. Samatning buvisi ayol kishining qo'lini yot erlar ko'sib bo'lmaydi, yuganglar dedi. Agar men shunday qilmasam, bu so'g'idimni chiqamayman. Qo'lim qo'shinlar tillaydi, hatto ba'zilar tukurdi. Shiringul, bu qitim meni ko'gili kelgansiz? Albatta. Amasi ma'u ko'zoynigingiz bilan maskangizni elib olsangiz chiroyingizni bir ko'ray. Nima? Mushadima, bo'lmaydi. Namahram bo'ladi. Shiringul, nimanda xo'ropatlashib ketdingiz? Bilamsiz Shiringul, men sizni bekli sevindim. Ko'zimni yumsamla hilal aydek qoshlaringiz, qapqara ko'zlaringiz, o'ymoqdek eg'izingiz ko'z oldimda namoyon bo'ladi. Yuzingizni bir eching-a. Men bir ko'ray. Bo'lamda Shiringul. Ma'qul amsa. Yaxshi. Baza boshlig'i. Mana bu oilasi oshxonasining dangliqchi sizni ichib beray. Rahmat Malan, qaynoq suzsanmi bo'ladi? Bu degan dangliqchimiz, cho'qim iching. Siz Janubiy Shinjongdan bu yerga chiniqishga kelib ko'p jafotatdingiz. Uning ustiga uyingiz yiroq, ayolingiz yoningizda bo'lmasa, ha? Voy, bu mo'may kim u? Bizning uydagilar. Baza boshlig'i, uyingizgilar kasb nemishqa bizga deb qo'ymadingiz. Cho'nglar yo'lda kelgancha toza jafotatganda, baza boshlig'i, ma'u chayni bu mo'may ishkashtirsin. Men sizga yana deb chiqay-a? Chay islam mo'ma. Baza boshlig'i, mo'mayning ko'zi chataq yo'qdi-a? Bu xinim deydi. U sizni nimandaq cho'ng ko'zoynak taqib oldi. Amamuya deydi. O'zama o'xshaydi. Ko'z ochiq qarg'uda gap qildik. Amsa ko'zoynagingizni elib etmamsiz. Baza boshlig'i, bu mo'mayning yuziga bir narsa chiqib qoptimi nima? U yana nim deydi. U sizni sat o'xshaydi, boshqalar ko'rib qolmasin deb maska taqib oldimi nima deb so'rayotdi. Ajab terikdimi? Meni satligini men qilgan haqorat. Men undan nima chiroyli. Voy, ajabmi chiroyli ayol-kina bu baza boshlig'i. U kim bo'ladi? Mening ayolim. Sizlar oltinizga yoqib ko'z deganda qamlashgan bir jukansizlar. Baza boshlig'i, ayolingiz shundoq chiroyli turibmi? Yana nemishqa o'rni oladi? U yana nima deydi? U sizni chiroyli ekan, biroq mushi issiqda o'rnayapti. Chechi yo'q o'xshamamda. Uzun paylak kiyibdi. Qo'lida tamratga bormi nima?
kang uzun ko'ylak kiyyapti. Bek semizmi nima deydi? Shunga Nima? Meni semiz satgandan-da tehi haddidan oshib o'tirdi-ku endi. Haddidan oshdi. Uning bilan rosa bir deyishmay qolsa. Hargiz bo'lmaydi. Siz bularni silib etib, chiroyli atlas ko'yningizni kiyib chiqing. O'zingizni uningga bir ko'z tutib qo'ying. Shu chaqda u nima deydi ekan? Bir ko'rib boqayli. Said Jamalning qanday bo'lganligini bir ko'z tutib qo'ying uningga. Qanday? Men asli kelishgan bir cho'kan tursam. Voy, basa boshlig'i, oyog'ingiz nima degan chiroyli. Rahmat. Kechiringlar. Mushundaq chiroyli kelinchak shiraqda sizni ko'ngil kelsa, sizlarga daxli qilib turganimni qarang. Basa boshlig'i, kechiring. Men ma'dim, Malan, xijil bo'lmang. Hozir degan xizmat vaqti. Singlimni tizimlash jadvalini to'shqizib bo'ldimi? Yo'q, tehi. Singlim qaytib kelib to'shqizgandan keyin akapasin. Bo'ladi. Xabar bo'lganda sizlarga uqtirish qilaman. Rahmat. Men kattaman, basa boshlig'i. Arzimaydi. Xo'shamsa, xo'sh. Shiringul, nima bo'ldi? Men menishdan burun qo'lim qo'shnilar ayollar sirti uzun muddat yolg'iz yursa, uchrashadigan ayollar ko'payib oson o'zgarib ketadi, tushunmabdikaman. Sizni uning bilan qilishgan hazil gaplaringizni tushunmasam, lekin uning qilgan qizg'in muomalangizni ko'rib o'zgarganligingizni his qildim. U moda xinimdan ajab mehringizni uzamay qoldingiz. Oranglar bir gap bormi nima? Bu yerda davomli tursangiz sizdan ayrilib qolgan o'xshayman. Bu qitim sizni cho'qimayib ketdim. Yuring hozirlik ketimiz. Xotin, mening vaqtim 1 yil. Hozir 6 oy bo'ldi. Qaytib kelsam bo'lmaydi. Ketmaysiz shundaqmi? Emis men ketaman. Bu yerda o'zingiz xohlagancha yashang. Shirin. Men sizga tushundiray. Sizmi bilasiz. Mening Shushugu bozoridagi vazifa bilan cheniqish vaqtim 1 yil. Bu menga nihoyat tasga keladigan o'g'inish fursati. Bu yerdagi dehqonlar Alloh saviyaga yetibdi. Hamma oila chiroyli dachilarni sapdi. Ularning yana pikap mashinalari bor ekan. Baya chaya kirgan ayol bu yerdagi dangliq beyish mayri. U singlisini ishkiriga berib ishlashga tizimlatish uchun keldi ekan. Yolg'on. Beyish mayri turib, nemish qisinglisini ishkiriga ishlashga avatdi ekan. Ishkirdagi taraqqiy qilgan o'lka shaharlarga berib ishlaganda nazar doirasi ochiladi. Ko'pni ko'rdi emasmi? Yurtga qaytib kelgandan keyin cho'ng ishlarni qila oladi. Kiring, choy iching. Abla, men bu choyni ichibman ku. Nim bo'ldi? Singiz nim bo'pti? Samatning buvisi sirtning suyi harom ichmanglar degan. Tova qildim. Suvmi halol harom deb ayirlamdi. Hozir bir qism odamlarning kalisi elishib qoldimi ekan? Halol harom deganlarni qarg'ulacha aralashtirib, to'y to'kinni nag'manava. Nazir chiroqda yig'lasa harom. Ballarni qo'sh tilda o'qisa harom deganning ustiga yoshlarni soqol qo'yishga, qiz ayollarni o'rinishga kuch kirityotdi. Bularning hammasi asabiylikning ifodasi. Shu, men tushunmadim. Kentdagilar odam hech tushunmaydigan bunda qoida usullarni nerdan topdi ekan? Bizning atlas ko'ylaklarimiz nihoyat chiroyli tursa, lekin men atlas kiyib sirtqa chiqsam, ular meni ko'z tipir nimalarni deyishidi. Ba'zilari hatto dinsiz deb tillaydi. Nima? Atlas ko'ylak kiyganlar dinsiz bo'lamdi ekan? Hay. Buning hammasi asabiylarning hilisi. Ularning bizning turmushimizga chat kirib olish salohiyati yo'q. Asabiy ideya kishilarni zaharlaydi. Asabiylikni tozlaydigan vaqt keldi. Bu qitim men to'liq tushundim. Biz taraqqiy qilish uchun ideyamizni ozod qilishimiz kerak. Yurtga qaytgandan keyin aloqador tarmoqlarga moslashib, asabiy ideyaning mohiyati va ziynini keng tashviq qilaman. Yomoniyat kishilarning turmushimizga buzg'unchilik qilishga yo'l qo'ymayman. Yezidagi yoshlarni ishkirdagi taraqqiy qilgan rayonlarga berib, bilim, texnika, mahorat o'rganishga tashkillab, yurtimizni go'zal makonga aylantirish uchun tirishaman. To'g'ri, siz to'g'ri deysiz. Safar jarayonida nurg'un narsalarni anglab, ko'rib, oxir tushundim. Men bilan birga safarga chiqqanlar ichida ayol o'qituvchi, ayol savdogar, ayol usulchilar bor ekan. Ular nihoyat chiroyli kiyimlarni kiyib olibdi. O'zlarining xizmat o'rinlarida tirishchanlik bilan ishlab, erkin ozoda, xushal-xuram yashab yetibdi. Ammo bizning yurtimizda bir qism kishilar ayollar sirtga chiqqanda cho'qim o'rinib, yo'ginib yurish kerak deb bizni nurg'un ishlarni qilishdan cheklamoqda. Bu asli asabiy ideyaning kishilarni kontrol qiladigan usul ekan. Ularga aldansak bo'lmaydi ekan. Faqat ideyamizni ozod qilgandalar taraqqiy qilib bo'ladi ekan.
Mevlan, mən sizin bu yerdə davamlıq öyrənişiniz və çeniqişinizi qollayman. Mən bu yerdə qalıb sizin halınızdan xəbər elishni qaror qildim. Siz barlıq zehningizni xizmatga qaratding. Shuningga ishonamanki, biz qaytib borgandan keyin yurtimizning taraqqiyotiga texnik ko'p töhfa qo'sha olamiz. Rahmat Shirin.